o'zgartirgan bo'lib chiqyapti. Yaxshi, Bxandari ulgurmay qoldi. Salgina oyog'ini cho'zganida balkim nimagadir erishardi. To'pni olib ketish mumkin edi. Out. Bor kuchini himoyaga qaratyapti Shri Lanka terma jamoasi. Yuvarani. Markazdan yurish qilmoqchi. Noaniq pas. O'ttiz 38-daqiqa o'tib bormoqda do'stlar. 2-0 Nepal oldinda. Va ular hujumda. 4-raqam egasi Samiksha Gximeri uzatma amalga oshirdi. Darvozabon qo'ldan chiqarib yubordi. Mana shu yerda himoyachi sovuqqon o'ynadi. Harmika Sivanisvaran mana shu himoyachi 18-raqamdagi jamoa a'zosi to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Burchak zarbasi bo'lsa-da, u xavfni bartaraf etdi. Hozir darvozabonga yordam kerak Sakuraga. Mana uzatmani ko'ramiz hozir. Gximerining uzatmasi. O'rtacha balandlik. Darvozabon sal kechikkan va uning boshiga zarba berib yuborgan bo'lishi mumkin 10-raqamdagi Rashmi Kumar Gxising. Demak, hammasi joyida. Sakura Sivandi Subasingada. Va endi to'pni burchakdan bemalol tepaversa bo'ladi. 40-daqiqa tugamoqda. Yana bir standart. Nepal o'zidan kutilgan natijani ko'rsata olmadi birinchi taymda. Voy! Rai. Pas yaxshi chiqmadi. Ikkinchi taym shu qanotning o'zidan Rai qaytarib beryapti. Uzatma amalga oshirsa kerak. Bunday bo'lmadi. Rai. Ikkinchi qavatdan uzatma. Himoyachi osonlik bilan xavfni bartaraf etdi. Mana bu o'yinchi esa uzoqqa tepib yubormoqchi bo'lganda, qaytarish o'rniga o'z darvozasi tomon yo'naltiryapti to'pni Shri Lankaliklar. Cross muvaffaqiyatsiz tugadi. 4-raqam egasi Sachini De Silva to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Tezda tashlashyapti outdan. Chunki Nepal vakillari sezib turibdiki, bu guruhda gollar ahamiyati ham rol o'ynab qolishi mumkin.
Yaxshi pas. Qaytimi bo'lishi kerak. Bxandari 3-0. Mana endi chiroyli gol urilyapti. Chiroyli gol rostdan ham. Texnikasi bilan yuqoridan tashlab qo'ydi hozir. Nepal sardori Sabitra Bxandari. Mana o'sha epizod. Zo'r pas bo'ldi va zo'r zarba bo'ldi. Birinchi bo'lim so'ngiga qarab boryapmiz. 44-daqiqa. Taxminan 2-3 daqiqa qo'shib berilishi ham mumkin. To'xtalish bo'ldi. Suv ichib olish uchun tanaffus yuzaga keldi. Undan tashqari darvozabonga yordam ko'rsatildi. Demak, Shri Lankada birinchi taymda birdan bir standart vaziyat yuzaga kelyapti. Masofa olis, zarba bera oladigan futbolchi borligiga ishonmayapman ochig'i. Zarba berish mumkin, lekin to'p dumalab borishi ham mumkin darvozaga. Ammo tayyorgarlik ancha yaxshi. Sivanis Varanda, shuningdek bu yerda Imasha Stefni Dias ham bor. Aynan Dias zarba berishga qaror qildi. Yomon emas. Noaniq. Biz o'ylaganchalik kuchsiz ham emas zarba. 4 daqiqa vaqt qo'shib berilyapti. O'ng qanotdan hujum. Nishat Xokar markazga. Raibu. Bitta chap qanotga ko'chirildi. Yaxshi o'yladi. Gitarana uzatma, 4-gol. 4-0. Gitarana chiroyli pas amalga oshirdi va Sabitra Bxandari hat-trik muallifiga aylanmoqda. Turnirdagi umumiy gollari soni 7 taga yetdi uni. 7 taga yetdi. Nepallik muxlislar kelishgan qo'llab-quvvatlash uchun jamoani. To'pchun kurash olib qo'yishdi. Qiyinchilik bilan bo'lsa-da va Nepal katta kuch bilan oldinga o'tyapti. Tanaffusga 5-0 hisobda yo'l olishi ham mumkin. Vaqt hali yetarli. Hattoki bundan ham yiriklashib ketishi ehtimoli yo'q emas. Kim birinchi yetadi? Himoyachi yaxshi pozitsiyada turibdi. Bxandari to'pni yo'qotdi.
Yaxshi pas. Tushunmovchilik. Yana qizillarga o'tyapti to'p. Yaxshi aldab o'tish. Qo'lga tegdi. Lekin qisqa masofa bo'lganligi va hisobdan kelib chiqib hakam bu yerda u haqda o'ylamasa kerak. Bizga takroriy lavha namoyish etiladi. Bu boyagi gol, 4-gol. Bittada uzatma amalga oshirdi. To'pni to'g'rilab ham o'tirmadi, hattoki o'ziga Gitarana. Juda ko'pchilik bo'lib himoyaga e'tibor beryapti. Himoyaviy o'ynamoqchi Shri Lanka, ammo bilinib turibdiki, shunchaki ortga qaytgan bilan aynan ko'nikma hosil bo'lmagan hali. Chuqur himoyada o'ynash bo'yicha. Hali juda ko'p narsani o'zgartirish kerak bo'ladi. Shri Lanka terma jamoasi ustozi va katta ehtimol bilan ular chiqa olmaydi hal qiluvchi bosqichga. Lekin hali o'sish kerak. Keyingi turnirlar bor. Darvoqe 2029-yilgi Osiyo chempionatiga O'zbekiston mezbonlik qiladi. Yurtimizda mana shu toifadagi qit'a birinchiligini ko'ramiz hali. Nasib qilsa. So'nggi soniyalar birinchi bo'limdagi o'ng qanot tanlandi bu safar ham. Birinchi raqib aldab o'tildi. Ikkinchi qavatni uzatma. 5-golni ko'rmaymiz shekilli. Qaytarib berdi. Endi ko'rsak kerak. Voy. Bxandari. To'g'ri. Sabitra Bxandari so'nggi epizodda zarba berdi va hech narsaga erisha olmadi. Tanaffusga chiqamiz do'stlar. Nepal katta ustunlik bilan harakat qilyapti. Hat-trick muallifi bo'ldi mana bu futbolchi.